tayyor bo'lsa, mana siz muxlislarimizga kayfiyat ulashdingiz. Ana endi biz sizlarga kayfiyat ulashish uchun qiziqarli o'yin o'tkazamiz. Jamoa bilan, hamma bilan birgalikda, chetda turganlar bilan ham birgalikda. Kadr ortida. O'yinimiz sharti shundan iboratki, Komilaxonga javob beraverman oxiriga. O'ting. Yig'a olish uchun. Ha. Bitta mana shu qo'limizdagi idishlarni, cho'plarni tishlaymiz. Teskaricha tishlang, aka. Xohlagan tomoningizga, o'zingizga qulay qilib. Tepaga mana stakanlarni, qo'llarni ishlatmasdan faqat cho'p bilan bir-birimizga uzatib, mening qo'limdagi mana shu idishlarni Komilaxonning qo'liga nobudsiz sindirmasdan yetkazishimiz kerak. Ketdik. Boshlandi. Qo'l doira. Qimirlatmanglar til bilan cho'pni. Yo'q, qiyomat ichganmi bular nima balo? Yaxshi. Siz uzatavering bungacha. Ha, aytgancha. Qani. Hatto ketmasim yo'qqa qarab qolibman. Mana Dilmurod aka. Qali, barakallah. Tagiga tumshuq osmonga cho'zilib ketgan deydi-ku. Hop. Faqat yerga qarab yurmanglar, osmonga qarab yurishni ham o'rganinglar. Yo'q, qiyomatcha qoldi. Qani. Kuyet qolmasa bo'ldi. Muzikantda. 4 donagina qoldi. Ertaga Akmal sozondan chiqib ketmasa bo'ldi. Juda apasida o'ynar ekan bu bola. Qani. Kamayda 2 donagina qoldi, 3 donagina qoldi. Tezlashtiramiz. Ay, yashaylar. Hozircha juda ham ajoyib bajaryaptilar, faqat o'rtadagilar sal sekinlashyapti. Bir jamoa ekanliklarini bildiryaptilar. Ko'z tegdi. Endi o'sha yotib olishga to'g'ri keladi. Kim tushirib o'rgansa. Haqiqatan Kim tushirib o'rgansa yotib oladi. Bittagina qoldi. Va nihoyat marraga yaqinlashyapti. Eng so'nggi idishlarimiz. Kim tushirib yubordi? Qo'lingda yotib oling davay, tez. Amin. Barakallah. Ana Dilmurod aka baribir ustozsiz-da, bilasiz. O'yinning nomi erkaklarning og'zini yopish degani. O'yinni ko'proq ayollar kerak. Ayollar gapirganda baribir jim turing. Sizlarga bu o'yinni bekorga o'ynatmadik. Erta uyga borgandan keyin hamma ayollarni yig'ib olasizlar, shu o'yinni o'tkazasizlar. To bazm tugaguncha o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lishadi. Katta rahmat. Yoqdimi o'yin? Zo'r. Endi erta kallalaringlar ko'tarilsanglar bo'ldi. Yaxshi. Qiziqarli o'yinimizdan so'ng kayfiyat yaxshi ko'taradigan bo'lsa, endi bittagina idishni tushirib yuborishdi. Mayli, shunday bo'lsa ham 5 bahoni qo'yamiz bularga. Va ertaga bo'ladigan, xudo xolasa xalqimizning xizmatiga borganingizda o'sha kim tushiravergan bo'lsa, o'shanga kamroq pul berasiz. Pul berasizlar. O'zi kim tushirardi, aytib bermayman. Aslida akaga men oldin Hakamaga o'ylayotgan vaqt chiqib ketdi. Hakamaga Kelishinglar ikkovlaringizning bittangiz pulingiz kamaydi endi. Nafarat qilib bo'laman. Aka bilmay ketadi bu yerda. Juda ham yaxshi, barakallah. Katta rahmat, zo'r ajoyib o'yinda ishtirok etganliklaringiz uchun. Sizlarga ma'qul keldimi? rahmat. Endi ba'zi birlaringiz bilan biz hali ko'rsatuvimizda ko'rishmagan edik. Keling